Amerika vizasi olingan, J1 viza turi. Bu vizadan keyin 2 marta Amerikadan yana atkaz olinyapti. Ya'ni F1 vizadan atkaz olinyapti va B1, B2 dan atkaz olinyapti. Hozir shunaqa holatda bizning mijozimiz kelyapti. Kelajakda yana Amerika vizasini olish maqsad. Biz nima qildik? Holatlarni analiz qildik, pasportlarni analiz qildik. Biz sekin-sekin strategiya qilishni boshladik. Bugungi kunda bu kishida o'zlari bu kishi, demak, Indoneziya, Malayziya, Bali borib kelingan, Filippinga borib kelingan, Yaponiyaga o'zingiz viza oldingiz, Yaponiyaga o'zlari viza olib, o'zlari borib keldilar. Undan keyin biz nima qildik? Italiyani vizasi sizda bor edi. Bizga kelguncha biz значит Germaniyaning vizasini olib berdik. Germaniyaning vizasini olib bergandan keyin 14 kunlik Germaniya vizasidan keyin biz mana hozir sveji Angliyaning vizasini olib beryapmiz. 6 oylik Angliyaning multi vizasi. Xudo xohlasa, ozgina qoldi o'sha Amerikagacha ko'tarishga. Tabriklayman. Avvalambor juda ham zo'r natija. Xudo xohlasa, o'sha maqsadingizga erishing. Men bilaman, Amerikaga borgandan keyin ham qaytib kelasiz. Albatta, qolish niyatim yo'q. Juda ham ko'p joylarga chiqdim. Bundan buyog'iga shu travel qilib Gap yo'q. qilamiz. Xizmatimizga nima deysiz? Juda ham yaxshi, ayniqsa menga komandanglarning drujniyligi juda ham yoqdi. Hamma narsani vaqtida qilib berishdi. Alohida rahmat aytmoqchi edim Marjona degan qizingizga, Mahmud akaga va Yusufjonga. Ular juda ham professional, tajribalari yaxshi bo'lgani uchun shunaqa ishlarimni vaqtida qilib berishdi. Hammalarga rahmat. Katta rahmat. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Sekin-sekin atkaz olgandan keyin mana bu kishi bo'l, уже yo'l yopildi deb zdavatsa qilmayaptilar. Sekin-sekin mana hozir sababini qilib ko'taryapmiz. Xudo xohlasa Amerika vizasini olganda ham bu kishi bilan alohida videoga chiqarib xalqqa ko'rsatib beramiz. Hamma narsani ochiq o'yin qilamiz. Bizda unaqa yashiradigan narsa yo'q. Havas bilan yashaylik, hasad bilan emas. Bitta abdushi like shu videoga tarqatib qo'yamiz. Atkaz bu end of the life emas, ya'ni dunyoni tugashi emas. Umid bor.